Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Allah subhanahu va taolaga behisob hamd sanob, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar, ul zot barakatda ahillariga, sahobiylariga Alloh taolaning roziligi, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishning 40 fazilati. Bismillahirrohmanirrohim. İbn Qoyim rahmatulloh aytadilar. Avvali Allohning amrini bajarishdir. Ya'ni salovat durudlarda aytishlik Allohning amrini bajarish. Navbatdagisi Alloh taolo bilan salovatda muvofiq bo'lishdir. Garchi sifatlari turlicha bo'lsa ham. Uchinchi fazilati farishtalar bilan ham ohang bo'lishdir. To'rtinchi fazilat bir marta salovat aytgan kishiga Alloh tomonidan 10 marotaba rahmat yozilishi. Beshinchi fazilati bandaning darajasi 10 pog'onaga ko'tarilishi. Oltinchi fazilat unga 10 ta savob yozilishi. Yettinchi fazilat undan 10 ta gunoh o'chirilur. Sakkizinchi fazilat duolar qabul bo'lishiga sabab bo'lur. To'qqizinchi fazilat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shafaatiga erishishga sabab bo'lur. 10-chi fazilat gunohlar mag'firat qilishiga sabab bo'lur. 11-chi fazilat Alloh bandaning tashvish va g'amlarini yengillashtirur. 12-chi fazilat qiyomat kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yaqin bo'lishga sabab bo'ladi. 13-chi fazilat kambag'al uchun sadaqa o'rnini bosur. 14-chi fazilat hojatlarning ado bo'lishiga sabab bo'ladi. 15-chi fazilat Alloh va farishtalari salovatga sazovor qilur. 16-chi fazilat bandaning poklanishi va ruhiy tozaligiga sabab bo'lur. 17-chi fazilat o'limdan oldin jannat bilan bashorat berilishiga sabab bo'lur. 18-chi fazilat qiyomat qo'rqinchlaridan najot berur. 19-chi fazilat unutilgan narsalarni esga solishga yordam berur. 20-chi fazilat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salomga javob qaytarishlariga sabab bo'ladi. 21-chi fazilat majlisni barakalik qilur, qiyomatda afsusga aylanmaydi. 22-chi fazilat faqirlikni ketkazishga sabab bo'lur. 23-chi fazilat baxillikdan saqlar. 24-chi fazilat yomon duolarga duchor bo'lishdan asrar. 25-chi fazilat jannat yo'liga boshlar. 26-chi fazilat Alloh va Rasuli zikr qilinmagan majlisning yomonligidan saqlar. 27-chi fazilat nutq va xutbalarni to'liq va go'zal qilur. 28-chi fazilat sirot nurining ko'payishiga sabab bo'lur. 29-chi fazilat qalb qattiqligini yumshatur. 30-chi fazilat yer va osmon ahli orasida yaxshi nom qoldirur. 31-chi fazilat amal, umr va ishlarga baraka beradi. 32-chi fazilat Alloh rahmatiga erishishga sabab bo'lur. 33-chi fazilat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga muhabbatini kuchaytirur. 34-chi fazilat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bandaga bo'lgan muhabbatiga sabab bo'lur. 35-chi fazilat qalb tirilishi va hidoyatga sabab bo'lur. 36-chi fazilat salovat aytgan kishining ismi Payg'ambar sallallohu alayhi yetkazilur. 37-chi fazilat sirotda barqaror turishga yordam berur. 38-chi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xalqlarning bir qismini ado etishga xizmat qilur. 39-chi fazilat Allohning zikr qilishi va unga shukrini o'z ichiga olur. 40-chi fazilat bu duodir. Unda Allohdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulug'lash so'ralur. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.